Hammaga salom, sizlar bilan CMV Phantom kanali va bugun top 10 ta eng kuchli global o'yinchilar haqida gaplashamiz. Iltimos videoga like va obuna bosib qo'ying va biz boshladik. 10-o'rnimizda Lapsa. Bu o'yinchi o'z ijodini 2020-yildan davom ettiradi va bu o'yinchi o'zining Hayva bilan birga qo'ygan videolari tufayli juda ham mashhur bo'lgan. Hayva bilan birgalikda jahon rekordlarini birga urishgan va YouTube'da juda ham katta shov-shuvga sabab bo'lgan. Ammo ba'zi bir manbalarda uning videolarida soxta montajlar va turli xil sun'iy intellektlar aniqlanganligi sababli u o'z shuhratini omma oldida ma'lum bir darajada yo'qotgan va bu o'yinchining hozirgi kubogi 210 mingdan ziyod va shu sababli bizning top 10-o'rnimizga mutlaqo haq. Navbat o'sha hammaga mashhur 9-o'yinchimizga va bu Crying Man Zeta o'yinchisi. Bu o'yinchi o'z ijodini 2018 va 2019-yillar oralig'ida Koreyada boshlagan va hozirgi kunga kelib 220 mingdan ortiq kubogi va bu o'yinchi dunyoda birinchi raqamli kartalarda bravlerlar tanlash bo'yicha tahlilchi hisoblanadi. Afsuski, bu o'yinchi Zeta komandasining eng yaxshi o'yinchilaridan bo'lgan, ammo hozir tahlilchi hisoblanadi. Ya'ni hozirda eSport komandasida o'yinchi bo'lib o'ynamaydi. Va bizning sevimli 8-raqamimizda Ekvar. Bu o'yinchi Brawl Stars'dagi o'z faoliyatini 2019-yili eski maktab davrlaridan boshlagan. O'yinchi dunyoda birinchi bo'lib 50 ta kubok yig'gan va shu bilan jahon rekordlarini ma'lum bir qismini yangilagan va hozirgi vaqtda afsuski hech qaysi eSport komandalarida o'ynamaydi, ammo kubok ko'tarishda hali ham davom etmoqda. Uning hozirgi kubogi 250 tadan ko'p hisoblanadi. Iltimos, agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Tezroq 1000 ta bo'lishimiz shart. Videoda hech qanday reklamalar yo'q, hech qanday shartlar yo'q. Shunchaki videoni tomosha qiling va obuna, like tugmalarini bosib qo'yishingiz xolos. Sizlarga maroqli tomosha va omadli 7-o'ringa navbatni beraman. 7-o'rinda haqiqiy Brawl Stars qirollaridan biri va haqiqiy legenda, men ham unga muxlislik qiladigan inson va o'yinchi Snake. Bu o'yinchi o'z davrining eng zo'ri va YouTube platformasida eng ko'p obunachisi bor Brawl content maker hisoblanadi. Bu o'yinchi ham o'z ijodini 2020-yildan boshlab u o'zining emotsiyalar va tahlillarga boy videolari bilan tomoshabinlar yuragidan joy olgan. Hozirgi vaqtga kelib kubogi 240 mingdan ko'p va afsuski asab kasalliklari sababli Brawl Stars'da kontent yaratishni tashlagan, ammo qaytishi ham mumkin. Buni o'zi videolarida ham aytib o'tgan va uning qaytishi juda ham ko'p boshqa Brawl Stars content makerlarga ham qiziq. Bundan tashqari hatto Eloxga ham, chunki Elox ham Snakening muxlisi. Va 6-o'rnimizda Prostislav. 2021-yildan beri o'z faoliyatini boshlab kelayotgan rossiyalik gamer va Twitch'dagi eng mashhur streamerlardan biri hisoblanadi. O'zining kubok yig'ish darajasi bilan butun global reytingda birinchi yoki ikkinchi o'rinlarda turib kelayotgan bu Prostislav afsuski katta eSport komandasiga ega emas, ammo juda ham mashhur bo'lgan Brawl Stars o'yinchilari bilan har doim birgalikda mashg'ulotlar olib boradi. Va hozirgi vaqtga kelib uning kubogi 290 tadan ham oshgan. 5-o'rin Physic Gear yoki Physic Gear 5 nomi bilan tanilgan, 2020-yildan buyon o'z faoliyatini yuritib kelayotgan, butun dunyo global top 1da
kubok bo'yicha Hayra bilan tortishib kelayotgan o'yinchi. Hammaga o'zining prime, ya'ni prestijlari bilan tanilgan bu o'yinchi nafaqat solo, balki 3x3 zonalarda ham tengsiz hisoblanadi. E-sportda pro klubiga ega bo'lmasa ham globalda kubok ko'tarish bilan haligacha shug'ullanib boradi. Va bizda 4-o'rin o'sha mashhur Brawl Stars qiroli Hayra. Hozirgi vaqtda uning darajasi ancha tushgan, ammo baribir ham 4-o'rinda. Nega? Chunki u 2019-yildan beri Brawl Starsni boshlagan. Bu juda ham yaxshi. Uning kubogi 100, 150 va 200 kubok bo'yicha dunyo va jahon rekordlarini urgan, ammo u win traderlik bilan shug'ullanadi. Ya'ni sotib olingan o'yinlar. Shuning uchun uni 4-o'ringa qo'yishga majbur bo'ldim. 3-o'rnimizni janob Tensai egallaydi. Bu yigit o'zining karyerasini Yaponiyada 2020 va 2021-yillarda boshlagan va Maxda bir necha bor jahon chempionatlarida g'olib bo'lgan. Jahon chempionatlarining bir necha karrali sohibi, Crazy Raccoon va Zeta komandalarida o'ynagan bu o'yinchi kubok yig'ishga umuman qiziqmaydi. Shuning uchun uning kubogi 60 va 80 ming oralig'ida deb taxmin qilamiz. Nega Tensai Hayradan zo'r? Chunki u hech qachon o'yinlarni sotib olmaydi va bir necha marotabalab jahon chempionatida o'z kuchi bilan g'olib bo'lgan. Va bizning 2-o'rnimizda 2022-yildan beri o'z ijodini boshlagan Angel Boy. Asl ismi sharifi Yaroslav Labunets bo'lgan bu odam 20 yoshli ukrainalik haqiqiy afsona. E-sport komandalari bo'yicha eng zo'r o'yinchi, MMA oylik finalining Grand Prix'si, ya'ni eng yaxshi o'yinchisi hisoblangan. Fairplay, Totem, Navi va yana ko'p komandalarda o'ynagan. Hozirgi komandasi Yevropadagi eng gigant komandalardan biri bo'lgan Foot komandasi hisoblanadi. Uning hatto o'yindagi kubogi ham boshqalardan qolishmaydi, 230k dan yuqori. Shuning uchun uni bemalol 2-o'ringa qo'yishimiz mumkin. Bundan tashqari juda ham ko'p katta auditoriyasi bor. YouTuberlar bilan har doim aloqada, muntazam kontentlar olib boradi. 1-o'rinimizda Elox, o'sha hamma joyda mashhur bo'lgan Brawl Stars tarixini portlatib yuborgan 300k kubok yig'gan yagona o'yinchi. U nafaqat kubok bo'yicha, o'yin va auditoriya bo'yicha ham juda katta o'yinchi hisoblanadi. Bu o'yinchi esa o'z ijodini 2019 va 2020-yillardan beri boshlagan. Kubok haqida gapirib o'tirishga hojat yo'q. U hamma baytsini, ya'ni hamma brawlerini eng kamida 2800, ya'ni 3-prestij qilgan. Tasavvur qilyapsizmi? Dunyoda birinchi marta. Va hozirda Silence e-sport komandasida o'ynaydi. Brawl Starsning partnyori va ambasadori hisoblanadi. Elox va bundan tashqari semi-pro niklarda ham o'zini tanitgan. Iltimos, agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Yanada qiziqarli va zo'r videolarimiz chiqishi uchun. O'z fikringizni kommentariyada yozing va men unga albatta javob qaytaraman.